Xo'sh, video yozib olinyaptimi? Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan Sandro va men bugun sizlar bilan hardcore survival qilmoqchiman. Xo'sh, menda 42 ta mir bor va bular juda ko'p. Men endi YouTube ga video chiqarishni boshlaganimdan beri bularni birontasini ham o'ynamayman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuncha modim bor. Lekin bularni birontasini ishlatmayman. Mayli, dynamic torch ishlasin. Bu kerak bo'lishi mumkin bizga. Ketdik. Men o'zi yaqindagina kanalimni ochdim. Men yaqindagina kanalimni ochdim. Iltimos menga yordam beringizlar. Men mana shunday har kuni kontent chiqarib turaman. Men o'zi faqat Minecraftdan cheklanib qolmayman. Men ko'p o'yinlar o'ynayman. Minecraft nimaga men ko'p video chiqarmayman? Chunki Minecraftga mana ko'rib turganingizdek menga kirish qiyin. Telefonim ko'p ko'tarmaydi ko'p o'yinda. Agar xohlasangiz bir kunda ikkita ham kontent chiqarish mumkin, ammo siz buning uchun meni 100 ta obunachi qilishingiz kerak. O'shanda har kun ikkitadan kontent chiqarishga va'da beraman. Mana ko'rib turibsizlar, mening telefonim ko'p ko'tarmaydi. Ammo men sizlarga juda ko'p narsalarni o'rgatishim mumkin. Bu hardcore bitta qismi bo'lmaydi. Buni balki 10, balki 20, balki undan ham ko'p qismi bo'lar. Bu sizlarga bog'liq. Agar xohlasalaringiz 100 ta qismgacha chiqarishim mumkin hardcore'da. O'zim qishloqchada yashab qolishdi, o'rgataman, qanday qishloqcha topishdi. Hammasini o'zim o'rgataman va boshladik. Birinchi o'rinda albatta bir atrofga nazar solamizda daraxt chopishga kirishamiz. Hardcore'da juda qiyin bo'ladi. Nimaga deganda hardcore'da bitta o'lsam undan keyin qayta tira olmayman. Shuning uchun ham men hardcore o'ynayapman. Kimlardir men cheatlar ishlatib narsa olayotganimga kesib tashlagan joylarimda shunday o'ylashim mumkin. Shuning uchun hardcore'da hech qanday cheatlarni yoqib bo'lmaydi. Shuning uchun men hardcore'ni yaxshi ko'raman. Yonimizda tosh bor ekan, mis bor ekan, adashmasam tepada. Xo'sh, ko'mir. Tepaga chiqib ketsam bo'ladi. Xo'sh, bitta tekirka tapor bizga kerak emas. Nimaga deganda hozir toshdan narsalar yasa olamiz. Video esa olinyapti. Meni 1000 ta obunachi qilsalaringiz, men albatta promoy efir olishga va'da beraman. Bu esa sizlardan. Qani tezroq 1000 ta bo'lsa edi. Xo'sh, tosh ozroq qazib olaylik. Undan keyin tepaga ko'mirga chiqamiz. Tepani kuzatib esa qishloqcha topamiz. Men vaqtimga qarab taqsimlayman. Men o'zi ko'p o'yna olmayman, lekin sizlar uchun o'ynashga va'da beraman. Har kuni bitta kontent albatta chiqaraman. Asosiy narsalarimizni birinchi slotlarga qo'yib olamizda.
tepaga chiqishni boshladik. Hozircha mana shuni sindirishga harakat qilamiz. Toshkirkamiz ozroq turib tursin. Bu juda sekin qilyapti, bo'lmasa mana shu teramiz. Xo'sh, ko'mir bizga kerak bo'ladi. Hali katta konlarga tushamiz, o'sha payt kerak bo'ladi. Men bu videolarda bir xil joylarni kesib tashlayman, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Uzoq vaqtdagi video chiqarsam sizlar ham ko'rgilaringiz kelmay qoladi. Shuning uchun kam-kamdan ko'p bo'lsa yarim soatlik video chiqaraman. Va temir ham topildi. Temirni eritishga ham narsamiz bor. Shunday tog'lar va konlarni yaxshi ko'raman, chunki bu yerda temir olmoslar chiqishi mumkin. Xo'sh, qaziymiz, nechta temir bo'lar ekan? Qolmadimi? Mayli. Tepada esa qor bor. Bu yoqlar katta joy ekan. Qo'yli bo'lmasa, kravat ham kerak. Qo'yli onasi yo'qmikan? Menimcha yo'q o'xshayapti, ammo bizga ovqat tayyor. Xo'sh, pastlarda kon borda, nariyoqlarga ham boramiz. Lekin ammo hozir mana shu yerda tinchishimiz kerak. Xo'sh. Shu olamiz. Izmurod. Bu yaxshi. Temir ko'pga o'xshamaydi bu yoqda. Ikkita bo'lsa kerak. Ikkita ekan. Boshqa joyda temir yo'qmi? Izmurodga ham hali kiramiz. Kim bilmasa, izmurodni Toshkirkada sindirib bo'lmaydi. Shuning uchun hozir ola olmaymiz. Xo'sh, yana ozroq temir, uni ham kavlashimiz kerak. Shunday kavlasak yetarmikan? Yetmas ekanmiz deb chiqamiz. Temir, ko'mir qazib berib, kirkam ham singandi. Yangi kirka yasadim va kech ham tushyapti. Xo'sh. Qo'y topishim kerak. Xo'sh, mana qo'y. Va bu qo'y bizga kravat kerak. Kravat esa tez o'tkazish uchun. Sog'lig'im qo'ygan. Menimcha menda yetarlicha jun yo'q. Shuning uchun o'zimga bitta kichkinaroq boshpana qurib olishim kerak tezda. Xo'sh, mana shu yerdan qursam bo'lar ekan. Tun o'tib ketmaguncha shu yerda o'tiraman. Shu oldimda mana bular bilan yopib olaman. Tepamga yopishim kerak ekan. Shunday olsa kerak. Taraqtim bor. Mash'ala yasab olishim kerak undan. Xo'sh, mana shu yerda ham qazish ishlarini davom ettiraveraman. Axir menda dynamic lights bor edi-ku. Ikkinchi qo'lga olib bo'larmikan? Yo'q, olib bo'lmas ekan. Mayli, shunaqasi ham bo'laveradi. Bittasini bir qo'yib qo'yay. Xo'sh. Qani bu yoqda nimalar bor ekan? O'sha skeletda ovoz kelyapti, bu degani monsterlar spawn bo'lgan. Tezroq tunatib ketishini kutishimiz kerak. Keyin yana temir, ko'mir kavlasak bo'ladi. Aytgancha. Temir ko'mirlarimda ovqatlarimni pishirib olsam bo'ladi. Deyarli 2 stak bo'pti toshimiz.
Mana bu kerak. Ikkita pechka. O'sha ajoyib. Hozircha mana shu kun kechiramiz. Mana bu yoqqa esa temirlar qo'yamiz, yarim bu yoqqa. Xo'sh, yetadi. Qo'yani bu yoqqa turaversin. Yetadi. Xo'sh, endi qazaveramiz. Xo'sh, yana temir chiqsa yo'q, ko'mir chiqsa yaxshi bo'lardi. Temirdan 14 ta temirdan nima qilishimiz mumkin? Xo'sh, kirka yasab izmurtga olayman, bitta qilich yasaymiz. Va bo'l shekilli qolganini yig'ib qo'yaveramiz birinyaga. Va bizning asosiy maqsadimiz qishloq topish. Qishloq topishga kerak. Nimaga deganda qishloqda ovqat ko'p bo'ladi, u yoqda yashab qola olamiz, jitillardan savdo qilamiz bemalol. Shunday qilib qishloq topishimiz kerak, asosiy maqsadimiz. Lekin birinchi qismda qishloq topolmasak kerak. Chunki birinchi qism tun bilan o'tib ketadi. Lekin maksimal o'ynashga harakat qilaman. Menimcha oldimizda kon bor. Juda yaqindan eshitilyapti zombilar ovozi. Menimcha ham shunday, oldimizda bitta kon bo'lsa kerak. Kattami, kichkinami. Pasimizda bo'lsa kerak. Kirka ham sindi. Anchagina chuqurga tushibman. Shovqatlarim tayyor. Xo'sh, temirlar ham tayyor ekan. Olamiz bularni. 14 temir cho'p yasaymiz. O'zimizga kerakli qurollarni yasasak bo'ladi. Mana xo'sh, bitta bromni olishdim. Zombini bolachasini. Xo'sh, hozirga yetadi narsalarimiz. Kirka yasashim kerak biza. Bir kirkani hali buzmay turay. Temir kirka hali bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Qanday qilib? Xo'sh, ikkita kirka yasab olaylik xarakterga qarshi. Kattaroq konlarga tushsak yana bittasi asqotadi. Xo'sh, shunday qilib bu yoqda kavlayveramiz. Menimcha hardcore'ning birinchi qismi shu tunda yakunlansa kerak. Ammo ikkinchi qismini ham chiqarishga harakat qilaman. Agar sizlar like va obunani ko'paytirsangizlar, men ham videolarni tez chiqarishga va'da beraman. Yonimda aniq kon bor. Xo'sh, shunda faqat men tosh kavlagan bo'ldim. Yarmi bu yoqqa. Enderman. Bu yaxshi emas. Shunday yo'q qo'yay. Zombini bolasini biron narsa qilolmas. Sherda endi kutib o'tiramiz. Misdan narsa yasasam ekan yo'qmikan? Kirka bo'lsa kerak misdan. Misdan kirka. 30 stak tosh. Buncha toshni men nima qilsam? Yo'qotib olib kerak ekan. Xo'sh do'stlar, bilmasam hardcore birinchi qism mana shu yerda yakunlanadi. Hammangizga tomosha uchun rahmat. Keyingi videolarimni kutib qoling.